Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Disir. Bugun sizlarga bitta sidni o'rgataman. Like va podpiskani bosib qo'ying. Qani biz ketdik. Birinchi bo'lib Minecraftga kirib olasizlar. Va bu play играть ezasizlar. Keyin новый мир ezasizlar. Keyin дополнительный bitta ключи generatsiya bor. Shunga kirib turib robot deb turib yozib turib bittasilar agar sizlar ikkita qishloqni xohlasangiz shuni yozasizlar. Muqaylar katta уже. Qaranglar. Uchasizlar mana. Shu baydan paydo bo'lasiz. Teparoqqa tushib turib mana yoqqa qarasanglar ana o'sha qishloq o'ngtaman yoqda. Va bu bitta qishloq. Bu ikkinchi qishloq. Yaqinda men o'zim shu joyda mana bu men sizlarga Sidni ko'rsataman. Bunaqa joyda do'kon qurganmiz biz bu yerga. Bu yerga Araboy, o'sha mashhur Araboy bu yerga kuznitsa qurgan, temirchini uyi va bu yerda buni o'rnida meni boshqacha uyim bor va buni bitta bratishka bor-ku, o'shaning uyi bor. Shunaqa. Oldin shu mashmirda o'ynaymiz, yaqinda chiqadi u video ham do'kon videosi. Do'kon emasmi? Do'kon bordi, do'kon deb qo'yganman. Ko'ryapsizlar hozir. Mer do'konni nomlab qo'yganman, hammasini mer. O'zim o'ynaydigan merlar bor. Bittasi do'kon bilan va boy va bo'mish videosida o'sha arab boy bilan bratishga qatnashgan xolos. Do'kon bilan o'sha boy va bo'mishda. Boshqasida bitta o'zim yuraman. Mo'g'aralar katta qishloq. Nima ketdi sizlardan? Shuni like va podpiskani bomba qilinglar, yana boshqa sidlarni o'rgataman.